Assalomu alaykum o'rtoqlar. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugun sizlar bilan Hikvision brendi ostidagi kuzatuv kamerasi, ya'ni Colorview kamera DC2CD 2347 G2L kamerasini obzor qilib o'tamiz. Bu kameramizni obzor qilishdan oldin men sizlarga Colorview haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsam. Colorview bu Hikvision kompaniyasining flagmani hisoblanib, Hikvision va HiWatch kameralarini kam yorug'likda va to'liq zulmatda ham rangli tasvirga olish imkonini beradi va sizlarga xavfsizlik imkoniyati tarafdan qo'shimcha ma'lumotlar ham yetkazib berishi imkoniyati bor. Hop, endi sizlarga bu kameramizni ochib ko'rsatsak. Kameramizda mavjud maxsus uzun kitobi va o'rnatishda kerak bo'ladigan uzun netkasi bor. Bu kameramiz 4 megapikselli bo'lib, kun-tun rangli tasvir olish imkoniyati mavjud. Va bu kameramizga albatta microSD karta o'rnatsiz bo'ladi, ya'ni o'zimiz tilimizda aytganda oddiy chip kartasi. Bu kameramiz maksimal ko'tarilgan chip kartasi 206 GB gacha va albatta bu kameramizda reset knopkasi mavjud. Reset knopkasi zavodskoy nastroykasiga qaytarib qo'yadi. Bu kameramizda zo'r xususiyati bor. Deylik, bu kamerani quyoshli joyga qo'ydingiz va albatta bu kamera quyosh nurini kesadi va sizga to'liq yarki chiroyli tasvirga olishni imkoniyatini beradi. Bu kameramizning yana bir qulayligi bor. Deylik, bu kamerada odam yoki avtomobil harakatlanishini bilib turish imkoniyati bor. Ya'ni telefoningizga xabarnomasi keladi. Albatta bu kameramizni o'zini maxsus programmasiga ulasangiz, o'sha orqali bilib turishingiz mumkin. Bu kameraning himoyasi IP67, nam havoda ham, chang havoda ham albatta yaxshi ishlaydi. Bu kamerani qanday tasvirga olishni marhamat ko'rishingiz mumkin. Bo'lsa, ma'qul kelgan bo'lsa, videomizga albatta like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Va sizlarga qanday kuzatuv kameralar qiziq bo'lsa yoki qaysi kuzatuv kamera modellari sizga ma'qul kelgan va shu haqida savollaringiz bo'lsa, kommentariyamizga yozib qoldiring va bu savollarga biz albatta sizlarga javob beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.